O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi, Namangan viloyati hokimi Abdurazzoqov Shakajon Shokirjonovich. Hurmatli prezidentimiz alohida qaror qabul qildilarki, faqat shaharda emas, tumanlarda ham shunaqangi maktablar ochilsin, shunaqangi iqtidorli bolalarga ixtisoslashtirilgan maktablarni ochaylik degan qaror qabul qildilar va qisqa muddatda mana bizni Namangan viloyatining o'zida 14 ta shunaqangi ixtisoslashtirilgan maktablar ochiladi. Xalqimizga, vatanimizga, prezidentimizga xizmat qiladigan zabardast olim, hamma o'zini sohasida professional kadrlar bo'lib yetishadi deb o'ylaymiz. Sog' bo'ling.